Depressiya, tushkunlik bu dangasalikmi? Dangasalik bu odat desa ham bo'ladi. Depressiya bu kasallik. Ya'ni serotonin, dopamin tizimini buzilishi. Xalq tilida Xalq tilida nima deb tushuntirsak bo'ladi? shijoat yo'qligi. Bizda yurishimizga, ishlashimizga, kayfiyatimizga kuch beradigan narsa bu o'sha dopamin gormoni hisoblanadi. O'shaning yetishmasligi hisobiga depressiyaga tushiladi. Depressiyani kushandasi bu dopamin. Dopamin qanaqa yo'llar bilan ajraladi? Dopamin ikki xil yo'l bilan. Sun'iy qo'zg'atuvchilar bilan yoki tabiiy yo'l bilan. Tabiiy yo'li sport, yugurish, kitob o'qish, suhbatlashish, uyqu vaqtida tabiiy yo'l bilan ajraladi. Sun'iy yo'l bilan esa yoqtirgan taomni iste'mol qilish, yoqimli ichimlik ichish, spirtli ichimlik. Bizda hozir oxirgi vaqtda arzon dopamindan foydalanish ko'paygan. Bitta video reelsni ko'radi, bittasi yig'latadi, bittasi kuldiradi, bittasi xursand qildiradi, bittasi rahmini keltiradi. Bu qisqa vaqt ichida bir necha bor dopamin o'ynaydi o'sha joyda. Bunga miya moslashadi-da, shu narsani xohlaydi. Bir safar qiziqroq videoni ko'rgandan keyin endi shunga o'xshagan video ko'rmasa asabiylashaveradi. Mana ko'ryapsizmi, nima uchun bolangiz asabiy bo'lib qolyapti? Telefonni qo'ldan olib qo'yganingizda asosiy sababi mana shu reelslarda bo'lyapti. Shuning uchun bolaning qo'liga umuman telefon berish kerak emas.